akamning xotiniga qanaqa uylanaman? Akangni bolalari begona qo'llarda xor bo'lishini xohlaysanmi? Xo'p, lekin o'z akamga qanday qilib xiyonat qilaman? Akang urushda o'lib ketgan. Xohlasang ham, xohlamasang ham uylanasan. Gap shu. Sovuq qishdan keyin aniq keladi bahor. Eng qorong'u tundan keyin ham keladi tong. Chidash uchun bizga yetib ortadi maqol. Faqat chidab kurashmasdan yashab o'tamiz nahot. Sabrdan gap ketganida hammamiz daho. O'zgalarni kechinmalariga beramiz baho. Hamma chidagan. Bo'ldi, boraman bugun. Xotinim bu narsa deb aldavori. Gul sanda aylansa. Bugun bir dam olamiz. Bo'pti. Yashashni tanla, kurashni tanla, chidash kerak deydi